Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 78. sure Nebe. Mekke'de nazil bo'lgan 40 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mushriklar o'zaro nima to'g'riliq so'rashidi? Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular shu ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishquchilardir. Hargiz undaq emas. Qiyomat ularning o'ylig'inidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hargiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Zaminning ustida muqimlashishinglar va kang tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besat qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, quyoshni yaratdik. Ochliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtları qo'yiq bog'chalarni o'stirish uchun bulutlardan yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni so'rchelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelasizlar. Osmon ochilib nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib sarobdek bo'lib qoladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamning haroratini yenikiltilgan bir so'rinlikka va tashnaligiga qondirilgan bir ichimlikka erishamaydi. Ularning erishadigan faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yeringdilli iborat bo'ladi. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob elinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'ygan edik. Ularga aytamizki, "Tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz." Shubhisizki, taqvodorlar ne'matga erishadi. O ne'mat bog'lar uzumlardir. Tangtish qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ana shular Parvardigoringning bergan mukofoti yetarlik atosidir. O osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shay'larning Parvardigoridir. Nihoyat shafqatlidir. O kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi. Jibril va farishtalar sap-sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech qanday ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigoriga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'radi. Kofir, "Koshki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chi" deydi.